kim chaqirdi? Buni olib ketasizlarmi mani? Nima ketardi? Men bilmayman. Sürpriz ekan. Turishda go'yoki bilmayman. Soat 5 minut qoldi. Bugun Jamshidjonning tug'ilgan kunlari, bugun hamma yaqinlari kelolgan odamlar, bugun hamma yaqinlari Xorazm, Vodiy, Qo'qon, Turkiya, hamma shu yerda bugun va hamma yig'ilgan. Nima uchun? Birgina Jamshid do'stimizni tabriklash uchun. Biz har kuni ko'rishimiz, chunki mana shu do'stimiz bor ekan, shuncha odam mana yig'ilishiga, ko'rishiga sababchi. Mamlakatda hamma viloyatga totadigan darajada iste'dodi bor, o'ziga yarasha bir o'rni borligi uchun bir parcha patir olamga ta'tir. Jamshid aka tug'ilgan kuningiz bilan baxt, omad, sog'lik, salomatlik, bu yil xudo xolasa to'y ham bo'ladi. Bu o'zi o'ynamagan Baxtli bo'l, umring uzoq bo'lsin, salomat bo'l, hamisha yuzingda kulgu va tabassum armon. Ishkepsilar mehmonjonlar, ishkepsilar. Bizning Hamal kompaniyamiz, grup kompaniyamiz nomidan seni tabriklaymiz. Bu yerda va ochilishga seni taklif qilamiz. Keyin. Rahmat. Uy vatan deyishadi. Ben mehmon vatanda yuribman. Lakin shu mehmon vatanda menga vatan bo'lib do'st bo'ldingiz. Yangi proyektimizin birinchi uyini senga taklif qilaman. 20 kundan keyin tug'ilgan kuni qanaqa qaytaraman men? Birinchisi. Va rahmat kattakon.